Ona sizni bir joyga ko'chirib olib borib tursayda, biz ham bu uyni sotib, aka-uka ikkalamiz alohida uy-joy qilsak, uy-joy bitgandan keyin sizni olib ketib birga yashasangiz, uy bitguncha biror joyga qo'yib turamiz, yashab turasiz deb aldab qariyalar uyiga olib borib qo'ygan. Oy o'tyapti, oylar o'tyapti, farzanddan xabar yo'q. Yil o'tyapti, farzanddan xabar yo'q. Bir qarindoshi izlab borib qopti. Qarindoshi: "Ey, bolalarim uyini bitirdimi? Bitdimi uyi? Alohida uy qilib keyin sizni olib ketamiz" dedi. Uyi hali bitmadimi? Nimagadir mendan kelib xabar olmayapti, olib ketmayapti desa, "Ha, ona, ikkita nonko'r farzandingiz uyni sotib xotini bilan Amerikaga ketib bo'lgandirmish." U Amerikaga ketgani yo'q. U jahannamga ketdi. U do'zaxga ketdi. Oilasi bilan ketdi do'zaxga. Onani bunaqa ahvolga tashab ketib, kecha sen tug'ilganingda iflos, kechqurunlari uyqu bermaganingda, et-beting og'rib kechasi bilan chirillab og'riganingda, yig'laganingda, tagingni bulg'ab qo'yganingda, onang seni tashab narigi uyga chiqib yotgani yo'q-ku, iflos. Qaysi gunohi uchun sen onangni tashab ketding? Qaysi aybi uchun? Nima deyish kerak bularni? Baraka top deyish kerakmi? Eshitganinglar la'nat deyapsizlar-ku, to'g'rimi? Eshitganinglar la'nat bo'lsin bunaqa farzandga. Haqiqatda la'natga loyiq bu insonlar. Ularni odam deb bo'lmaydi. Bular hayvon, balki hayvondan ham battarroqdir.